Assalomu alaykum. Sizlarni Faiz Plus klinikamizda statsionar davolanib kelayotgan bemorlarimizni holati bilan tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum xolajon. Yaxshi yotibsizmi? Salomatmisiz? Rahmat. Yaxshi yotibsizmi? O'zingizni tanishtiring. Men Namangan viloyatining 3 tumanidan keldim. Mana shu sovuqda ozgina shamol edi. Nimaga nerv bo'lar ekan. Shoxli deyishdim, shunaqa deb bu kasallikni endi ko'rishim. Juda ham hayajonga tushdim, chunki og'zim ozgina tomonga tortilib qoldi. Mana shu klinikani bilishni tavsiya qilishdi, keldim. Lekin juda ham xursandman. Allohga shukr, chunki klinikani xizmatlari, ozodaligi, medsestralar, vrachlar, oshpazlar hammalarini muomalalariga juda ham minnatdorman. O'zim o'qituvchi, kasbida ishlaganman 43 yil. Rus tili fanidan dars berganman. İnsanlardan hammalardan minnatdorman. Alloh shu insonlarni hamisha qo'llasin. Ularni o'sha ota-onalarga ming rahmat, shunaqa insonlarni dunyoga keltirishganiga. Qizim juda ham minnatdorman. Mana shunaqa kasalliklardan kasal bo'lgan insonlarga albatta xursandchilikni tavsiya qilaman. Mana sanitarkalarni Nigoraxon juda ham tillo ayol ekanlar, hamma chista. Har kuni top-toza qilib ketadilar. Bolam ming rahmat, shunaqa joylarni ochib qo'yganingiz. Salomat bo'ling. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Endi navbatdagi bemorimiz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Ketdik. Assalomu alaykum xolajon. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi yotibsizmi? Rahmat. Qayerdan keldingiz? Men Ashidan Xo'joboddan keldim. Shikoyatlaringiz qanaqa shikoyat bilan kelgandingiz? Davleniya bilan keldim. Xudoga shukr, yaxshi qoldim. Yaxshimisiz hozir? Yaxshi. Yaxshi qarashyaptimi doktorlarimiz? Rosa yaxshi qarayapti. Muolajalari vaqtida bo'lyaptimi? Ha, kim kelsa biz aytyapmiz, shaydan boshqa yerda yotmanglar deb hammaga aytyapmiz. Yaxshi. Ukollarni ham vaqtida qilyapti. Vrachlari ham rosa ham nima ekan. Yaxshi. Bilimdon ekan. Ishda hamma yo'q, yaxshi ekan. Ovqatlariga ham gap yo'q ekan. Yaxshi. Ko'nglingiz to'lyapti. Ha, yana kelamiz. 6 oyda davolanib turamiz. Kelganimda mana shu boshim gangib, bunaqa ko'zlarim tinib keldi. Mana Xudoga shukr, hozir bemalol yuryapman. Salomat bo'ling. Sizchi Hojonan, siz o'zingizni tanishtirib o'ting. Ikkalamiz bitta joydan. Bitta joydansizlar. Kelishib kelgansizlar bu yerga. Menga tavsiya qiluvdi, boshqa joylarga borib davolanardim. Men ham borib davolanib ko'rib keldim, lekin birinchi kelishimda juda yoqdi menga bu banisa. Ko'nglingiz to'lganiga umiddamiz. Ovqatlari, tinchligi, ozodagarchiliklari hammasi yoqdi. Yaxshi. Juda yaxshi. Xursandsilar demak. Doktorlarga ham rahmat, medsestralarga ham rahmat, hammaga rahmat. O'g'illarga ham rahmat. O'g'illarga ham rahmat. Rahmat. Sizlar ham salomat bo'linglar, sog' Lekin bo'linglar. yaxshini yaxshi deymiz, yomonni yomon deymiz. albatta. Juda yaxshi ekan. Hamma narsaga e'tibor berishar ekan. Endi Xudo xolasa 6 oyda davolanib turishimiz kerak ekan biz. Endi O'zingiz salomatligingiz uchun albatta. sog'lig'imiz uchun endi vaqtida kelib davolanib turamiz deb o'tiribmiz. Sog'liq birinchi o'rinda albatta. Xo'p, sizlar kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum xolajon. O'zingizni tanishtirasiz? Qanday shikoyat bilan kelgandingiz? Men Sharg'on tumanidan kelganman. Shikoyatim shu opamga sherik bo'lib, bir ko'rib ketay dedim. Qisam rosa o'zgacha taassurotlanib qoldim, Xudoga shukr. Sizga yoqdimi muolajalar? Muolajalar, hamshiralarning tili shirinligi, vrachlarning o'z vaqtida nazorat qilib tekshiruvlari hammasi ish qilib ko'ngildoy deydi. Men Xudo xohlasa kasal bo'lsam, bo'lmasam shunga 6 oyda bir kirdi ma'naviy oziq olib o'zimga dam olib ketishni xohlab Dam olib qoldim, ketasiz. Xudo xohlasa. Hammaga rahmat. Tavsiya berasiz qolganlarga ham. Ovqatlari ham, zallar, pokiza ozoda hamma yo'q ko'ngildoy deydi. Qolgan qariyalarga ham kasal bo'lish shart emas. Chiroyli bo'lib kelib pensiyasini olib mayda davolab ketsa bo'ladigan ekan. Tavsiya qilaman hammaga. Xudo xohlasa. Kelib davom ketsin. Rahmat. Mana O'zbekiston tinchmi? Bizga sog'liq kerak. O'zimiz uddalashimiz kerak. Assalomu alaykum opajon. O'zingizni tanishtiring. Qanday shikoyat bilan Men kelgandingiz? Ergasheva Farida, nevropatolog Qahramon akaga keldim. Xudoga shukr, hozircha yaxshiman. Kelganimga 3 kun bo'ldi, bugun 3-kun. Hozircha yinalar olib, muolajalarim va o'z vaqtida qilyapman. Vaqtida bo'lyaptimi muolajalar? Shunaqa ko'llarimni ham spet qilyapman, lecheniyalarga tushyapman. Shunaqa ovqatlari ham yaxshi, hamma yoq turar joylarimiz yaxshi, Xudoga shukr. Sizga o'xshab kelgan bemorlarga qanaqa tavsiya berasiz? Kelinglar, dam olinglar, yotinglar, shifo topib ketasizlar. Men har yili
5 yildan beri kelaman bu yerga. Rossiyada har yil ishlayman, 1 yilda bir marta kelaman. Shunaqa davolanib ketaman. Mayli, sog' bo'ling. 1 yilga yetadi shu lichinalarim, lekin yaxshi bo'lib ketdi. Mayli, salomat bo'ling, Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? O'tib oling. O'zingizni tanishtiring. Qanday shikoyat bilan kelgandingiz bizni klinikamizga? Bizni sal qon bosimim oshiqroq yuradi. O'shankilar. Muolajalar vaqtida bo'lyaptimi? Muolajalar vaqtida. Fizioterapiyalar? Yaxshi, ha. Har kuni fizioterapiya tushamiz. Qolgan keladiganlarga ham tavsiyalaringiz. Endi men o'zi har yili bu yerda davolanaman-da. Har 6 oyda kelib davolanib turaman. Ko'ngildagidekmi hammasi? Hammasi sharoitlar juda zo'rda. Fizioterapiyalar, massaj deysizmi, hammasi joyida. Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi, zo'r, chiroyli, Xo'p, hammasi sog' yaxshi. bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat. Assalomu alaykum xolajon. Alaykum assalom. Men kelganimga shu klinikaga kelganimga 3 kun bo'ldi. Bellarimda girija bilan kelgan edim. Xudoga shukr, og'riqlar bilan kelib, qiynalib kelgan edim. Og'riqlar qoldi. Endi men doktorim Dilmurodjon ekan. Shu o'g'limga rahmat, tanijoni sog' bo'lsin, chiroyli qilib lichinalarni qilib berdi. Davolanib olyapman. Hozircha bellarim, hamma yo'qlarim, oyoqlarimda o'zgarish yaxshi. Xudoga shukr. Endi bu yerda medsestralar ham vaqtida kelib, ukalarni lichinalarni vaqtida qilishyapti. Davlinalarimizni o'lchab chiqib ketishadi. Ovqatlarimizni vaqtida ovqatga deb chaqiradi. Hamma sharoitlar yaxshi. Hamma yo'g'i batafsil, hamma narsasi bor ekan. Xudoga shukr. Bemorlarda o'zini o'zi qiynab, o'zini ega-bega urib davolanaman demasdan shu fayz shifoxonasiga kelsin, shu yerda lichinalarni olsin, fizioterapiyalar hamma yo'g'i bekam-ko'z bor ekan. Shu yerda shifo topib davolanishib ketsin. Hammasini ham dardiga shifo bersin. Avvalo doktorlarimiz ham tanijoni sog' bo'lsin, medsestralarni ham kam bo'lmasin. Bugun sizlarni klinikamizda davolanib kelayotgan bemorlarimizni fikr mulohazalari bilan tanishtirib o'tdik. Sizni ham turli xastaliklar qiynayotgan bo'lsa, klinikamizda kutib qolamiz.